Assalomu alaykum. Aka zo'ribsiz? Necha bo'lib beda prismi bu? Aka bu Makka. Makka beda aralash ekan-a? Qancha bo'libdi buni? 40 ming. 40 ming so'm ekan. Razmerlar nechidi buni? 91 metr. Bu bedan o'zi bu. Bu qanchadi? Bu ham 40 mingdan kami bor. Kelishtirib berasiz. Ayting nomerni. 93lik 904 24 22 ga aloqa chiqarasizlar. Narxini kelishgan oldi dastlabki qilib berasiz, ha? Bu qancha ekanda beda pris? Aka qancha deyapsizmi? Ha? 45 ming. Razmer nechida? Ha? Bo'ldi. Razmer nechida buni? 80-90 ekan. Narxini o'tib berasiz. 45 qilyapman. Bo'larmi? Ko'proq olgangacha. Ko'proq olsa. Bo'lar shu aka. Bo'lar 45. Ayting nomerni. 11 90 Nechilik? 95lik 95lik 219 219 23 14 aloqa chiqadi. Dastlabki bor, ha? Narxini kelsa chiqarasizlar. Bu qancha ekanda bu? Nima? Makkam deyman, ha? Zo'r. Makka qancha bo'ladi? Makka aralash tarix. Razmerlar nechida buni? 80 ya? 80. Narxi necha pulda buni? 40 ming so'm narxini o'tib berasiz. Ha, kelishib beraman. Beda qancha bo'ladi? Beda. Buni razmerlar nechida? Bu 90. 90lik. Ayting nomerni. 93lik 93lik 087 087 0777. 0777. Dastlabki bor. Bor. Narxini kelsa chiqarasizlar. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Qancha bo'ladi tarix biriz? 40 mingdan qilib beraman. 40 mingdan qilib berasiz. Razmerlar nechida buni? 90 lik razmer. Telefon raqam 88lik 229 32 32. Dastlabki bor. Narxdan kelishgan holda chiqaveradi. Bo'ldi. Ha?